Assalomu alaykum aziz opa-singillar, sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. O'tgan safar oq monchoq sumka to'qish videosini joylaganimda yana ham yaxshiroq tushuntiring deb yozibdi. Ozgina tushunmagan joylaringiz bor ekan. Endi shu talablaringizga binoan bugun mana shunaqa rangli monchoqdan sumka emas, qanaqa to'qilish jarayonini ko'rsataman. Buning uchun bizga shunaqa monchoq, mana shunaqa leska kerak bo'ladi. Leskamda razmeri 6, lekin hozir qog'ozni olib tashlagan ekanman. 7 dan ham qilsalaring bo'ladi, qattiq chiqishi uchun. 7 dan ham foydalansalar bo'ladi. 5 ozgina bo'shroq bo'ladi. Leskadan keraglicha kesib olamiz va mana sizlarga tushunarli bo'lishi uchun leskani mana ikkita uchi. Endi uchta monchoq kirgizdirib olamiz. O'ng tarafdagi mana monchoq kirgizdirib oldik. O'rtaga olib kelamiz monchoqlarni va oxirgi 3-monchog'imizni orasidan o'ng tarafdagi leskani o'tkazib olamiz. Mana arka hosil bo'ladi. Shunda o'tkazganimizda oxirigacha tortmaymiz. Keyin chap tarafdagi leskani mana shu arkani orasidan o'tkazdiramiz. Va ikkala uchini tortamiz. Mana leskani o'tkazdirdik. Hamda ikkala uchini qattiq qilib tortamiz. Mana bu tugunchasiga e'tibor bering. Mana bu yerda mana shu tugunchani qattiqroq leskani tortsangiz chap tomonga mana bu monchoqni ichiga kiradi. Mana hech qayerga o'ynab ketmaydi. Mana turadi. Monchoqlari ham chiqib ketmaydi. Endi ikkinchisini ko'rsataman. Ikkinchi qatorda o'ng tomonga ikkita monchoq kirgizamiz. Chap tomonga bitta monchoq kirgizamiz. Va o'ng tomondagi leskamizni ikkita monchoq kirgizgandik, o'sha ikkinchi monchog'imiz orasidan arka hosil qilib ozginasini o'tkazdirib olamiz. Va mana shu arkaga chap tarafdagi monchoq leskamiz uchini kiritib ikkala tomonga qarab tortamiz. Mana hech qayerga chiqib ketmaydi. Mana shunaqa qattiq bo'ladi. Keyingisida yana ko'rsataman, yaxshiroq tushunarli bo'lishi uchun. Mana yana o'ng tomonga ikkita monchoq kirgizib olamiz. Chap tomonga bitta. Endi o'ng tomonga kirgizdirib olgan ikkita monchog'imizni ikkinchisidan shu o'ng tomondagi leskamizni uchini kirgizdirib olamiz. Mana shunday ozgina arka hosil bo'ladi. Va mana shu arkadan chap tarafdagi leskamizni uchini kiritib qattiq qilib tortamiz. Mana shunaqa holat bo'lganda leskani qattiqroq tortsangiz mana bu monchoqning orasiga kiradi.
monchoqlari nimalari ko'rinmayapti. Mana bu monchoqning orasida qolyapti tugunchasi. Mana shunday qilib to'qib ketiladi. Keyingi videoda siz bundan o'zingizga kerakli razmerda to'qib olasiz. Xohlang 10 ta, xohlang 20 ta qator qanaqa kattalikda bo'lsa, keyingi videoda yoniga qanday to'qish kerakligini ko'rsataman. Video yoqqan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Sizlarni yaxshi ko'raman. Xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.